Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi qadirli qarindoshlarım, hammalariningki mübarek Ramazan iyi mübarek olsun. İnşallah bereketlik öte. Yani Ramazan iyi Kur'an-ı Kerim nazil buluşku başlagan Kadir şibi Kadir keçisi. Yani bir keçisi şu keçisi 1000 ay bilen beraber boğan, yani 83 yılga teng boğan muşundaq bir kecha Kur'an'ın şanı şereflik Kur'an, yani insaniyetke yol başçı hidayet kitabı, rehber kitabı boğan Kur'an-ı Kerim nazil boğan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün elçilik vazifesini oku degan ayet arqılıq şu ayetni, yani dastlabda nazil bo'lgan 5 ayet hammalarning xabari bor. Shuning bilan o'qish boshlangan insoniyat tarixida yangi bir davr, yeni bir prinsiplik yashash nimasi o'rtaga qo'yilgan, o'qish davri boshlangan bir tariximizning shonliq sayfalari, betlari ochilgan. Şununla sebepçi boğan Kur'an-ı Kerim nazil boğan, buluşku başlagan kecha boğan ay. Şunlaşka Ramazan biz şu mübarek Kur'an-ı Kerim'ninki hayatımızga texamo yaxşı ma'nolarni qetip, onun ayetlerini qenip içip, ruhimizi kemtüklerini, bizde boğan meyli psikologiyalik, meyli her xil ictimai, her xil meseleler bolsun, onu hal qilishning çaresi şifaxanı boğan Kur'an-ı Kerim'nin hürmeti üçün biz bir ay roza tutamiz qadirli qarindoshlar. Yani roza dese dastlabda aqlimiz keldigini yemek, içmek, cinsi münasebet qilmaslik deganlar kamisun, Kur'an-ı Kerim en başta tok gödekli kallamızı köz aldığımızı kiladigan muşundaq bir ay bolmagan çağda tutgan rozumuzninki bizge haqiqiy özümüzün ruhiyetiga bir menfaat kelmegenligini his qilsak boludu. Şunlaşqa neçe yıldan beri arzu qilib kelgan bir işti. Allah subhanahu taala bu yıl bizge Enes alim ustazning 14 yıllık mevesinin məhsulu bolgan bunu Kur'an-ı Kerim'ninki Kur'an-ı Kerim ve izahatlık tercümesi bilen bu Ramazan'ı ötküzüşünü ve sizler bilen birlikte okup paydalanışını bizge nisp qıptı. Elhamdülillah Rabbil Alemin deyiştim, başka bir nimimiz yok qadirli qarindoshlar. Bunundan burun biz Ramazan toğruluk, yani Ramazan yazmaları degan kitapni birlikte okugan, tercümesini 3-4 yıl burun qilgan biz şu. Şunun bilen kütüp algan tok bu Ramazan'ı hazır hem de ayetleri bilen Allah subhanahu ta'alanınki ayetleri bilen birge ögünüp ötüdüğün yeni bir sure, yani Sure Yunus bilen, yani Hud, yani Sure Yunus Mekke'de nazil bolgan Sure Yunus bilen bugünkü 23. Kur'an halkımızını başlayla qadirli qarindoshlar. Onun necibetken okup öteyle inşallah. Çık izahatını yok da oylayma. İzahatla biraz uzaydım. Yunus suresi Mekke'de nazil bolgan 109 ayetken. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bula hikmetli kitapның ayetleridir. Bu insanlığa öz içinden bir kişiye barlıq insanlarını agahlandırğın ve iman etqanlarga Rabbinin huzurida sadıklık mertebesiga erişdiganligi bilen hoş haber bergin deb vahiy qilishimiz ajablanarlik ish bo'ldi-mu? Kafirlar bu hakikaten aşkara sihrigerdir dedi. Gap topamasa şu gapni qiladam da. Şübhesiz ki sizlarning Rabbinglar asmanlarni ve zeminni 6 günde yaratgan, andın eriş üstüde mustavi boğan Allah'tır. O işlerini planlaydı. O ruhsat vermügüce hiç kim şafaat kılalmaydı.
En şu Allah sizlarning Rabbinglardır. Undaqda onunğa ibadet qılinglar. Texçi düşenmedinglarmı? Hemminglar Allah'ның huzuriga qaytısılar. Bunu Allah va'da qildi. Bu va'da çoqum amalga oshdi. Çünkü Allah yaratış işini dastlabda amaliylashtirdi. Andin keyin iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga adillik bilan mukofot berish uchun uni takrorlaydi. Kafir bo'lganlarga kufri tufaylidan qiziq ichimlik ve elemlik bir azap var. O Allah şundaq zatki, kunni nur manbasi, ayni nur aks ettirgüchi qildi ve ayga menziller belgiledi. Allah bunu yıllarning sonini ve vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun qildi. Allah bularni faqat haq bilalli yaratdi. Allah ayetlerini biladigan qavm uchun tafsili bayon qildi. Kam qolgan narsa yo'q. Tafsili bayon qildi deydi. Şüphesizki kechi bilan kunduzning almishib turishida Allah osmonlarda ve ziminda yaratgan narsalarda taqvodorlik qiladigan qavm uchun oyatlar bor. Meni mayada qarindoshlar 207-betda 6 oyatni o'qidik Yunus surasidan. 6 kunda yaratdi dedi. Onundan keyin Allah plan bilan ish qildi deydi. Yani Allah subhanahu taolami plan bilan ish qildi, lekin biz musulmonlar plan bilan ish qilmaymiz. Qadrli qarindoshlarım, izohatlik tarjimaninki 208-betida Yunus surasininki Mekke'de nazil bo'lgan 7-oyatidan 14-oyatigacha bo'lgan mazmun borken, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydigan ve dunyo hayotiga rozi bo'lib, uning bilan ko'ngli aram topgan kishilar bilan oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kishilarga kelsak, ana shularning qilmishlari tufaylidan urilishadigan yeri do'zaxdir. Iymon etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, iman etgan ve yaxshi amallarni qilgan ikkilisi bizga keladi. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Rabbi ularni iymonlari yuzasidan to'g'ri yo'lga erishtirdi. Ularning ostidan o'stanglar eqib turdi. Ular naim jannatlarda bo'ladi. Naim jannatlarda bo'ladi. Ularning o jannatlardagi duo ve tilaklari, "Ey Allah, sen nima degan ulug'dir." Ularning o jannatlardagi salom ve tebrikleri salamdır. Ularning duo ve tilaklarının ahiri, alemlerning Rabbi Allah'a hamd sanolar bo'lsundur. Eğer Allah insanlarga yomonlikni, ular yaxshilikni talab qilgan tezlikda bersa edi, cho'qim ularning ajallari to'shqan bo'ladi. Lekin bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni biz öz meyliga qo'yib etimiz. Shuning bilan ular azg'unliklari ichida tengirqab yurishidi. İnsanga ziyan yetsa, yatgan yoki o'ltirgan va yoki uyri turgan holatida bizga duo qiladi. Biz uningdan ziynni ko'tarsak, u xuddi qiyin ahvolda qilib, bizga hech duo qilmagandek ish qiladi. Bu haddidan oshquch kishilarga o'z qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Shubhasizki, biz sizlardan ilgari o'tgan nurg'un nasllarni halok qildik. Chunki ular elchileri mo'jizalarni elib kelsa, zulm qilgan va iymon keltirmagan. Biz gunohkor qavmni ana shundoq jazolaymiz. Ondan keyin qandoq ish qildiganliginglarga qarash uchun sizlarni ularning o'rniga o'tkazib, yer yuzida hokim qildik. Yani bu oyatlerde ustoz salam, yani 10-oyatdagi sura Yunusninki, yani ularning o cennetlerdeki dua ve tilekleri, "Ey Allah, sen nima degan ulug'dir." Ularning o cennetlerdeki salam ve tebrikleri salamdır debdi. Ustoz Enes Alim o'g'li 233 izohatni beribdi.
Qarab baqaylı, nima depdi? Ahzab surəsinin 44-ayeti bilan Yasin surəsinin 58-ayetida ahli cennetga Allah Taala'nın salam qildiganligi bayon qilinadi. Rayd surəsinin 23 ve 24-ayetida, Nahl surəsinin 32-ayetida, Zümer surəsinin 73-ayetida ahli cennetga farishtalarning salam qildiganligi bayon qilinadi. Meryem surəsinin 62-ayetida, Vaqiya surəsinin 25 ve 26. ayetlerinde ehli cennetin birbirleriyle salam kılıştıqanlığı bayan kılındı. Bu ayetteki salam ulanın hemmisini öz içine alıdı. Yani ehli cennetke Allah Teala salam kılıdı, perişteler salam kılıdı, ular birbirine salam kılıdı, kılışıdı. Ondan keyin 234. izahatni ularning dua ve tileklerinin ahiri alemlerinin Rabbi Allah'a hamd sanolar bo'lsundur debdi. Qarab baqayli, Enes alim ustaz nima deb izohat beribdi. Yani ehli cennet cennette qandaq istek ve arzuda bo'lmoqchi bo'lsa, aldı bilen subhanallah, subhanekallahumma, subhanekallahumma. Ey Allah, sen nima degan ulug' deydi. Ahirida elhamdülillahi rabbil alamin. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd sanolar bo'lsin deydi. Başka izahat yokken hem de 209. bet üteyli kadarlı qarindoshlar 15. ayetten 20. ayetkice Mekke'de nazil bo'lgan Yunus surəsinin ularga ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa bizga muloqot bo'lishini umid qilmaydiganlar buningdan boshqa bir Qur'on keltirgin yoki buni o'zgartgin dedi. Ularga mundaq degin: "Uni men o'zimcha o'zgartirolmayman, men manga qilingan vahiyga ergishiman. Chunki men Rabbimga osiylik qilsam, büyük kunning azobidan qo'rqaman. Aytqinki, agar Alloh xolis edi, men Qur'onni sizlarga tilovat qilmagan bo'lardim. Allohmi uni sizlarga bildirmagan bo'lardi. Shubhisizki men Qur'on nozil qilinishdan burun yillarcha aranglarda turdim. Yanıla aqlinglarni ishlatmamsizlar. Allah'ı yalgan çaplagan yoki Allah'ın ayetlerini yalgan degan odamdimi zalim odam bormi? Gunohkorlar hargizmi muradiga yetolmaydi. Ular Allah'ni qo'yib o'zlariga ziyonmi yetkazolmaydigan, foydami yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi va bular Allah'ning huzurida bizning shafoatchilarimizdir deyishidi. Aytqinki, osmonlarda va zaminda Allah bilmay qolgan bir narsa bo'lib, sizlar Allah'a onu aytib beramsizlar. Allah ular shirik qilgan narsalardan pok ve üstündür. İnsanlar aslida faqat bir ümmet idi. Keyin ixtilop qilishdi. Agar Rabbingning burun aytgan bir so'zi bo'lmasa edi, ular o'zaro ixtilop qilishgan narsa ustida albatta hukm chiqarilgan bo'lardi. Ular nimishqa Muhammadga Rabbi tarafidan bir oyat tushirmadi deydi. Aytqinki, g'ayib faqatla Allohningdir. Kutinglar. Men sizlar bilan birlikda kutkuchilardan men. Bu 209. betdagi bu oyatlardan 15. oyatga, ya'ni men menga qilingan vahiyga ergishiman, chunki men Rabbimga osiylik qilsam, büyük günün azabından korkman degan 15. ayet-tiki mezmunga Ustaz Enes alim o'g'li nima deb izoh berganki bir qarab baqayli. Zamanımızda bo'lgandek Qur'oni Kerim nazil qilingan davrda Allohning hukmlarining o'zgartirilib özlerinin arzu ve heveslerine uygun haleti keltirilişini talep kılganlar boğan. Halbuki Kur'an-ı Kerim ma'lum bir zamanda yaşayan insanların vakitlik ve özgürüp durduğun arzularını emelge aşırış için emas,
qiyomatga qadar bütün insoniyatning ruhi, axloqiy va ma'naviy ehtiyojlarini qamdash uchun, shundaqla ularga dunyo va oxiratlik baxt saodat yo'lini ko'rsatib berish uchun nozil qilingan. Hech kimning Qur'onning hukmlarini o'zgartish huquqi yo'q deb izohat beribdi Enes olim o'g'li ustoz. Yani 235. izohatida hamda biz 210. bet Enes olim o'g'li ustozninki Qur'oni Kerim ve izohliq tarjimasininki 210. betida Mekkede nazil bo'lgan Yunus surasining 21. oyatidan 25. oyatiga cho'g'an mazmunni o'qiylik. Agar biz insonlarga başlarına kelgan qiyinchilikdan keyin bir rahmat tetsak, ayetlerimiz üstüde derhal hiyli mikir qilishidi. Aytqin ki Allah hiyli mikirga bek tiz jazo berguchidir. Elçilerimiz ularning hiyli mikirlerini yezib turdi. Allah şundaq zat ki sizlarni quruqliqda ve dengizda safar qildirdi. Sizlar kiyimlarda bo'lgan, kiyimlar o'zlarining ichidagi yo'lovchilarni elib meyin bir shamalda ketib mengayotgan ve yo'lovchilar uningdan xushallanayotgan bir asnoda kiyimlarga birdilla buran keldi. Yo'lovchilarga her tarafdan dolqunlar keldi. Ular o'zlarining qo'rshib olinganligini o'ylaydi. Ular mushundaq paytda: "Ey Allah, agar sen bizni buningdan qutuldursan, cho'qim shukr qilg'ichlardan bo'lamiz" deb dinni Allah'a xolis qilgan holda Allah'a duo qiladi. Allah ularni qutqizib qo'ysa, ular derhal yer yuzida nohaqchilik bilan buzg'unchilik qiladi. Ey insonlar, qilgan buzg'unchiliklarning ziyni o'zinglar qilib bo'ladi. Bu orqali qisqa muddatlik hayotning manfaatini qo'lga keltirsizlar. Oxirida qaytib bizning huzurimizga kelisizlar. Ondan biz sizlarga qilmishinglarni aytib beramiz. Dünya hayotының misali biz osmondan tushirgan suvga o'xshaydi. Onun bilan zaminning insonlar va hayvonlar yeydigan o'simliklari o'sib, bir-biri bilan giralishib ketadi. Oxiri zamin yasanib güzel bir tusga kirgan va egilari onun mahsulotini yig'ishga o'zlarining qodir ekanligini o'ylayotgan bir asnoda buyruqimiz onunga kechida yoki kunduzda keladi. Shuning bilan biz u yerni ziroatlari o'ralgan oq yerga aylantirib etamiz. Xuddi u go'zal manzara bir kun avval u yerda yo'qdikidek bo'lib ketadi. Biz tafakkur qiladigan qavm uchun oyatlarimizni ana shundoq tafsili bayon qilamiz. Allah Darussalamga chaqirdi ve xaligan kişini to'g'ri yo'lga erishtirdi. Xaligan kishi ikki tane igisi var, qadrli qarindoshlar. Birisiga siz xohlaysiz, hem Allah mı xohlaydi. Bu 210. betdeki 21. ayettin 25. ayetki olan aralıkta Enes alim oğlu ustazımız 22. ayetke 236. izahatni 25. ayetke 237. izahatni beripti. Qani qarab baqayli qadrli qarindoshlar. Yani 236. izahat 22. ayet Sure Yunus'unki Mekke'de nazil bo'lgan. Yani Allah shundaq zatki sizlarni quruqliqda va dengizda safar qildirdi. Sizlar kiyimlarda bo'lgan, kiyimlar o'zlarining ichidagi yo'lovchilarni elib, meyin bir shamolda mengayotgan va yo'lovchilar buningdan xushallanayotgan bir asnoda kiyimlarga bir dinli buran keladi. Yo'lovchilarga har tarafdan to'lqinlar keladi. Ular o'zlarining qurshib olinganligini o'ylaydi degandiki qurshib olinganlik
236. Yani halak kılındıganlıqını oylaydı degan izohatni beripdi. Ondagi 25. oyatdagi Allah Darussalamga chaqirdi va xohlagan kishini to'g'ri yo'lga erishtirdi degandiki Darussalam xotirjamlik yurti, ya'ni jannat demakdir debdi qadrli qarindoshlar. Allah selamun aleyküm qarindoshlar. Hamda 210. betni o'qib bo'ldik. 211. betda qancha oyat bor ekan? 26. oyatdan 33. oyatgacha bor ekan. Yunus surasi Makkada nozil bo'lgan 109 oyat dedik-ku qadrli qarindoshlar. Yaxşı iş qilganlarga eng yaxshisi va ziyodasi bor. Ularning yuzlarini qarilik va xorlik bosmaydi. Ana shular jannatning ahlidir. Jannatda mangu qolguchilardir. Yomon ishlarni qilganlar bo'lsa faqat qilgan yomonlikningla jazosini tortidi. Ularni xorlik bosidi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech kim yo'qdir. Ularning yuzlari go'yo qorong'u kechining parchalari bilan o'ralgandek qariyib ketadi. Ana shular dozoq ahlidir. Dozoqda mangu qolguchilardir. Biz qiyomat kuni ularning hammasini bir yerga yig'ib, andin mushriklarga o'rninglarda midirlamay turinglar. Sizlarmi bizga shirk qilgan ma'budlaringlarmi midirlamay turinglar deymiz. Andin ularning orasini ayirib etimiz. Bu çağda ularning bizga shirk qilgan ma'budlari mundaq deydi. Sizlar bizga cho'qinmagan idinglar. Sizlar bilan aramizda Allah yeterlik shohiddirki, biz sizlarning bizga cho'qinishinglardan haqiqatan xabarsiz edik. Mana shu yerda har kim qilgan amallarining haqiqatini biladi. Hammasi o'zlarining haqiqiy egisi bo'lgan Allohning huzuriga qaytarildi va o'ydirgan ma'budlari ularni tashlab etdi. Ey Muhammad aytqinki, sizlarga osmondan va zamindan rizq berayotgan kimdir? Quloq va ko'zlaringlarni boshqarayotgan kimdir? Tirikni o'likdan chiqarayotgan kimdir? O'likni tirikdan chiqarayotgan kimdir? Ishlarni planlayotgan kimdir? Ular cho'qin Alloh deydi. Aytqinki, u holda qo'rqmamsizlar. Ana shu Allah sizlarning haqiqiy Rabbinglardir. Haqiqatdan keyin azg'unlikdan boshqa nima bor? Sizlar qandoqmi burilib ketadigansizlar? Shubhisizki, Rabbingning fosiq bo'lganlar haqidagi ular hargizmi iymon etmaydi degan so'zi ana shundoq amalga oshidi. Qadrli qarindoshlar, 211. betni o'qidik. Bu yerda izohat yo'qken o'tib ketaylik 212. betga. Makkada nozil bo'lgan 109 oyatlik Yunus surasining 34. oyatidan 42. oyatigacha bo'lgan mazmun. Ey Muhammad aytqinki, sizlarning Allohga shirik qilgan ma'budlaringlarning ichida yaratishni dastlabda amilashtiradigan, ondan keyin uni takrorlaydigan kishi bormi? Aytqinki, Allah yaratishni dastlabda amilashtirdi, ondan keyin uni takrorlaydi. Sizlar qandoqmi burilib ketadigansizlar? Ey Muhammad aytqinki, sizlarning Allohga shirik qilgan ma'budlaringlarning ichida haq yo'lga erishtira oladigan kishi bormi? Aytqinki, haq yo'lga faqatla Allah erishtirdi. Haq yo'lga faqatla Allah erishtirdi. Haq yo'lga erishtiradigan zatga bo'ysunish kerakmi? Yoki to'g'ri yo'lga keltirilmagicha o'zi to'g'ri yo'lni topolmaydigan kishilarga bo'ysunish kerakmi? Sizlarga nima bo'ldi? Qandaqmi bundaq hukm qiladigansizlar? Ularning tulisi gumong'ila agishidi. Ularning tulisi gumong'ila agishidi. Shubhisizki gumon
haqdan hech narsaning o'rnini ololmaydi. Allah ularning qilmishlarini bilib turg'uchidir. Qarindoshlar 36 oyatni ömür boyu qulog'imizdan chiqamayli, zihnimizdan. Ularning to'lisi gumong'ila agishidi. Shunbesizki gumon haqdan hech narsaning o'rnini ololmaydi. Allah ularning qilmishlarini bilib turg'uchidir. Bu Qur'onning Allah tarafidan nozil qilinmay, boshqasi tarafidan uydurilishi asla mumkin emas. O özüdün ilgili nazil qilingan kitaplarni tasdiqlovchidir va ularda yozilgan haqiqatlarni bayon qiluvchidir. Onunda hech shak yo'qdir. O alemlerin Rabbi tarafidan nazil qilingan. Yoki ular Qur'onni Muhammed oydurup chiqdi deyishemdi. Aytqinki, onun o'xshishidan bir sura keltirib beqinglar va Allohdan boshqa kimni chaqira olsanglar, hemmini yardımınlarga çağırınlar eğer rastçıl bolsanlar. Yo'q, ular ilmini özleri to'liq bilmegen ve ta'vili özlerge tegi kelmegen Qur'onni yalgan dedi. Ulardan burun qilamu rastni ana shundaq yalgan degan edi. Qarg'ina zalimlarning oqibati qandoq bo'ldi? Ularning ichida Qur'onga ishongan kishilarmi bor, ishonmaydigan kishilarmi bor? Rabbing buzg'unchilik qilguvchilarni obdan bilguchidir. Agar ular seni yolg'onchi desa aytqinki, mening amalim menga, sizlarning amalinglar sizlarga. Sizlar mening amalimdan ada judosilar. Men mo sizlarning amalinglardan ada judaman. Ularning orasida sana quloq soldiganlarmi bor? Sen gaslarga aqllarini ishlatmisimi? Anlatalamsa. Sen gaslarga aqllarini ishlatmisimi? Anlatalamsan. Şun birinci narsa aqlliq buluş, aqlni ishlatish, qadrli qarindoshlar. Ma oyatga nayta diqqat qilayli. 38. ayeti Yunus suresininki. Yoki ular Qur'onni Muhammed oydurup chiqdi deyishim. Aytqinki, onun o'xshishidan bir suri keltirib beqinglar ve Allah'tan başka kimni çağıralasınlar, hemmini yardımlarına çağırınlar, eğer rastçıl bolsanlar. Yani Kur'an'a o'xshishini keltirib beqinglar deb Allah ilan qilinglar. Hazır kelganda o'xshishi berildi. O'xshishi degan gapimizga diqqat qilsak bo'ladi, qadrli qarindoshlar. 213. betki ütümüz bu betlerde izahat kömüdük, qadrli qarindoshlar. Yani bakın, yani 39. ayetini yo'q, ular ilmini özleri to'liq bilmegen ve ta'vil etegi özlerge teki kelmegen Qur'onni yalgan dedi degandiki 238. izahatga qarayli. Enes Alim Ustaz nime depti? ...238. izahatta, yani ular Kur'an-ı Kerim'ni ayetlerinin ilmini to'liq bilmey ve tefsirin iniq tushunmay turib yalgan dedi. Qadrli qarindoshlar, 213. bette Yunus suresi Mekke'de nazil bo'lgan 109 sureninki 43. ayetinden 53. ayetigacha bo'lgan mazmun barken, ularning arasida sana qaraydiganlarmi bor? Sen korlarga aql ko'zlari ko'rmisimi to'g'ri yo'lni ko'rsatalamsan? Şüphesizki Allah insanlarga qilcha zulm qilmaydi. Lekin insanlar özleri zulm qiladi. Allah ularni mahşerge yıkkan künde, ular dünyada goya kündüzünün azgını bir vaqtidila turgandek buludu. Bir-birlerini tonuydu. Allah'a mulakat buluşunu yalgan hisaplap, hidayet tapmağalla çokun ziyan tartıdı. Biz ularning beşiği keltirishini va'da qilgan azapning bir qismini sana ko'rsatsak-mu yoki uningdan ilgirisini vafot qildirsak-mu, ular bizning huzurimizga qaytib keladi. Andin Allah ularning qilmishlariga guvohchi bo'ladi.
Her ümmetki bir Resul evetilgen. Resulü kelgende ularning arasida adillik bilen hüküm çıkırıldı. Ulağa zulüm kılınmaydı. Ular, eğer rastçıl bolsanglar, bu vədə qaçan emelge aşıdı deydi. Ey Muhammed eytqin ki, men özümgümü payda ziyan yetkizishga ega bulalmayman. Lekin Allah'ның haligini buningdan müstesna. Eğer ümmetning bir müstesna, her ümmetning bir ecili var. Ecili kelgen ümmet onu qilcha ilgiri keyin qilolmaydi. Ey Muhammed eytqin ki, eytib beqinglarchu, Allah'ның azabı sizlarga kechisi yetibatqan chig'inglarda yoki kunduzda kelsa nima qilasizlar? Günahkarlar o azapdan nimening tez kelishini talab qiladi. O azapqa beshinglarga kelgandan keyin ishinamsizlar? Hozirmi? Buning tez kelishini talab qilatdinglarga. Andin zalimlarga ebedi azapni tetinglar, faqat öz qilmishinglar bilan jazolandirilisizlar emasmi deyiladi. Ular senden o ebedi azap rastmı deb so'raydi. Aytqin ki, ha, Rabbim bilan qasam ki o azap elbette rastdır. Sizlar uningdan hargizmi qechib qutulanmaysizlar. Qadirli qarindoshlar, 239 izohat Yunus surəsinin 46 oyatiga berilibdi. Biz ularning beshiga keltirishni va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatsekmi yoki uningdan ilgari seni vafot qildirsakmi, ular bizning huzurimizga qaytib keladi. Andin Allah ularning qilmishlariga guvohchi bo'ladi. Her ümmetki bir Resul evetilgen. Enes Ustaz bir yerde 239 izahatını veripti. 239 izahatta nima debdi? Resul elçi demektir. Bu yerdeki elçi Allah'ın elçisini mi? Allah'ın elçisini mi ifade edeydi? Debdi qadirli qarindoshlar. Endi Yunus surəsininki 54. ayetinden 61. ayetiga bo'lgan aralıktaki mezmununu okuyumuz. Bu 214. betteki. Zalimlik qilgan her kişi zimindeki narsalarning hammasiga ega bo'lsa edi, azobdan qutulish uchun o narsalarni fidya qilgan bo'ladi. Ular azobni ko'rganda chuqum nadomatini yushurdi. Ularning arasida chuqum adillik bilan hüküm çıkarıldı. Ulağa qilchi zulüm qilinmaydi. Yani bil qisti deganni adillik deb optu qadirli qarindoshlar. Bilinglar ki osmonlardagi va zimindagi narsalar Allohningdir. Agah bulinglar ki Allohning va'dasi chuqum haqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. Allah öldürdü, tirildirdi. Sizlar Allohning huzuriga qaytirilisizlar. Ey insanlar, sizlarga Rabbinglardan bir nasihat, dilinglardagi dardlarga bir shifo, müminlarga bir hidayet ve bir rahmet keldi. Ey Muhammed, ulağa aytqin, Allah'ның fazli ve rahmeti bilen xushal bolsun. Şundaq, ular faqat bunun bilan xushal bolsun. O, ularning yiqqan narsalardan yaxshidir. Aytqin ki, aytib beqinglarchu, sizlar nimishqa Allah sizlarga ato qilgan rizqlarning bir qismini haram, bir qismini halol qilsizlar? Aytqin ki, bunda qilishinglarga Allah ruxsat qilganmi yoki Allohga bo'hton chaplawatamsizlar? Allohga yolg'onni chaplavatganlar qiyomat kunini nima chaqlaydi? Allah insonlarga cheksiz yaxshilik qilguchidir, lekin ularning to'lisi shukr qilmaydi. Ey Muhammed, sen qandaq holatda bo'lsang, Qur'ondan qandaq narsa o'qisang, sen ve ümmetin qandaqla bir ish qilsanglar, sizlar uning bilan bo'layotgan chig'inglarda biz chuqum sizlarni kuzatib turamiz. Osmonda bo'lsin, zaminda bo'lsin, zarra chog'liq bir narsa Rabbingning ilmidan qocholmaydi. Mayli uningdan kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, hammasi chuqum ro'shan kitobdadir. Bu bettimi izohat yo'qken
215 betga o'tib ketili qadrli qarindoshlar. Yunus surasininki Mekke'de nazil bo'lgan 109 oyatning 62 oyatidan 70 oyatigacha. Bilinglar ki Allah'ның vəlileriga hech qanday qo'rqinch yo'q va ular hargizmi g'amkin bo'lmaydi. Ular iman etgan va taqvodorlik qilgan kishilardir. Ularga ikkili dunyoda xush xabar bor. Allah'ның so'zlarida hech o'zgarish bo'lmaydi. Mana bu katta baxtga erishishdir. Ey Muhammed, ularning so'zini g'amkin qilmasin. Shubhisizki izzatning hammasi Alloh'ningdir. Allah anlab turgucudur, bilip turgucudur. Bilinglar ki asmanlardaki kişiler ve zimindeki kişiler Allah'nındır. Allah'tan gayrı dua kıldıqanlar şeriklerge ergeşmeydi. Ular fakat guman qıl ergeşidi. Allah'tan gayrı dua kıldıqanlar şeriklerge ergeşmeydi. Ular fakat guman qıl ergeşidi. Ular fakat bilcirlaydı. Allah şundaq zat ki aram elişinler üçün sizlerge keçini yaratıp berdi. Kündüzünü körsetkichi qildi. Şübhesiz ki bunun da quloq soladigan qavm uchun haqiqatan oyatlar bor. Ular Allah bala egisi bo'ldi dedi. Hergiz undaq emas. Allah buningdan pokdir. O hammadan behojatdir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningdir. Sözünglar üçün hech qanday pokitinglar yo'q. O'zinglar bilmaydigan narsani Allohga chaplamsizlar. Aytqin ki Allohga yolg'onni chaplaganlar hergiz murodiga yetolmaydi. O bu dunyoda ozg'ina bahramand bo'lishdir. Ondan ular bizning huzurimizga qaytib keladi. Ondan biz ularga kafir bo'lganliklari uchun shiddatli azobni tetitimiz. Bu bette qadrli qarindoshlar 240 izohatni beribdi Enes olim ustoz. Onunga qarab baqayli. izohatda ularning Allohga yolg'on chaplash bedeliga erishgan narsa debdi. Ya'ni o bu dünyada azgını behriman bo'lishdir degandiki behriman bo'lishga shu izohatni beribdi qadrli qarindoshlar. Endi biz 216-betda Yunus surasi Mekke'de nazil bo'lgan 109 oyatning 71 oyatidan 78 oyatigacha birlikda o'yinimiz qadrli qarindoshlar. Ularga Nuhning xabarini aytib bergin. O öz vaqtida qavmiga mundaq degan edi: "Ey qavmim, agar mening aranglarda turishim va Allohning oyatlarini eslatishim sizlarga ig'ir kelgan bo'lsa, men faqat Allohga tavakkul qildim. Sizlar sherikinglar bilan birlikda ishinglarni qarorlashtiringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Andan menga hech muhlat bermasdan haqqimdagi hukminglarni ijro qilinglar. Agar yüz öğrüsenglar, men sizlardan bir ecir sormadım. Mening ecrimni faqatla Allah berdi. Men musulmonlardan bo'lishga buyuruldum." Ular Nuhni yolg'onchi dedi. Biz uni va kimida uning bilan birga bo'lganlarni qutqizib, o'rinbosarlar qildik. Oyatlarimiz yolg'on deganlarni bo'lsa, g'arq qildik. Qarg'ina o agahlandırılganlarning oqibati qandoq bo'ldi? Biz Nuhdan keyin nurg'un elchilarni qavmlariga avatdik. Elchilari ularga mo'jizalarni elib keldi. Lekin ular bunun yolg'on deganligi uchun iman etishga yaqinmi kelmadi. Biz haddidan oshganlarning qalblarini ana shundoq peshatlab etimiz. Biz ulardan keyin Musa bilan Harunni Firavun va uning odamlariga oyatlarimiz bilan avatdik. Lekin ular cho'ngchilik qildi va gunohkor bir qavm bo'ldi. Ular özleriga bizning tarafimizdan haq kelganda shubhisizki bu op-ochiq sehrdir dedi. Musa, sizlar o'zinglarga kelgan haq to'g'riliq mushundaq demsizlar. Bu sehrmi? Sehrgarlar murodiga yetolmaydi dedi. Ular sen bizni ata-bobolarimizning yo'lidan chiqarish va qarindishing bilan bu mamlakatning cho'nglari bo'lish uchun keldingmi? Biz senlarga
hergizmo işenmeymiz dedi. Ana Endi 216 bette bu izahat yokken. Mikro telefon verin. Mikro telefon verin. 217 bette Yunus suresi Mekke'de nazil bo'lgan 109 oyatninki 79 oyatining 88 oyatiga bo'lgan mazmunga Firavun barliq usta sehrgarlarni yenimga keltiringlar dedi. Sehrgarlar kelganda Musa ularga tashlamoqchi bo'lgan narsalarni tashlanglar dedi. Ular tashlagan edi. Musa mundaq dedi: "Keltirguninglar sehrdir. Allah onu çoxum berbat qılıdı. Çünkü Allah buzgunçularning işini tuzatmaydi ve sözleri bilen haqni o'ttirg'i chiqirdi. Günahkarlar yaqturmasimi?" Musa öz qavmidan bir bölük ösmürlerle Musaga öz qavmidan bir bölük ösmürlerle işendi. Bular mı Firavun ve onun adamlarının qiynişinden qorqqan halda işendi. Çünkü Firavun o yerde hakikaten bir zomiger idi ve haddidan oshquchilardan idi. Musa: "Ey qavmim, eğer Allah'a iman keltirgan bo'lsanglar, eğer musulmon bo'ladigan bo'lsanglar, faqatla onunga tavakkul qilinglar" dedi. Ular mundaq dedi: "Biz faqatla Allah'a tavakkul qildik. Rabbimiz bizni zalim qavmning qiynishi bilan imtihon qilmag'in ve bizni öz rahmeting bilan kafir qavmdan qutqizgin. Biz Musaga ve onun qarindishiga mundaq deb vahiy qildik. İkinglar Misrda qavminglar uchun uylar tayyorlanglar." Ma oyatni nihoyat yaxshi ismi tutula qadar qarindoshlar. Biz Musaga ve onun qarindishiga mundaq deb vahiy qildik. İkinglar Misrda qavminglar uchun uylar tayyorlanglar. Ey İsrailning ballari, uylaringlarni namozgoh qilinglar. Namazını tuluq ve davamlıq ötenglar. Ey Musa, müminlerine hoş haber bergin. Musa: "Rabbimiz, sen Firavun ve onun emeldarlarına bu kısa müddetlik hayatta zinnet ve her xil mal mülk berdin. Rabbimiz, biz ularning senin yolundan az duruş üçün mü? Bu ularning senin yolundan az duruş üçün mü? Rabbimiz, ularning mallarını kurutup etkin, kalplerini qattiq qilib etkin. Şunun bilen ula elemlik azapını köymügiçe iman etmesin" dedi. Qadirli qarindoshlar, bu bölekte izahat yokken Yunus suresi Mekke'de nazil bo'lgan 109 oyatninki 89 oyatidan 97 oyatigacha 218 betni o'qib o'tamiz. Allah ikkinglarning duosi ijobat qilindi, yo'linglarga davom qilinglar ve bilmaydiganlarning yo'liga ergashmanglar dedi. Biz İsrailning bolalarini dengizdan o'tkazdik. O esnada Firavun ve onun qo'shinlari zulm qilish ve tajovuz qilish uchun ularning orqasidan kelgan edi. Ahiri Firavun o'zining g'arq bo'lib ketishini to'nib yetganda, "Men iman etdim. Shubhisizki İsrailning bolalari iman etgan zotdan boshqa hech iloh yo'q. Men musulmonlardan men" dedi. Firavun devatidi ma gapni. Onun bundaq deyildi: "Emdimi? Halbuki sen buningdan ilgari osiylik qilgan ve buzg'unchilardan bo'lgan eding. Sen o'zingdan keyingilarga ibrat bo'lishing uchun biz bugun jasadingni qutqizib sahilda egiz bir yerga chiqaramiz. Shubhisizki insonlarning tulusi oyatlarimizdan g'ofildir. Shubhisizki biz İsrailning bolalarini yaxshi bir joyga yerlashtirdik. Ularga pak rizqlarni ato qildik. Ular o'zlariga ilm kelgandan keyin ixtilof qilishdi. Shubhisizki Rabbing ular ixtilof qilishgan narsalar to'g'risida qiyomat kuni ularning orasida hukm chiqaradi. Agar sen biz sana nazil qilgan Qur'ondan shakllangan bo'lsang, sendan burun nazil qilingan kitoblarni o'qiganlardan so'rab boqqin. Shubhisizki sana Rabbingdan haq keldi. Ondaqda hergizmo şübhelengüçlerden bulma ve hergizmo Allah'ın ayetlerini yalgan digüçlerden bulma.
Bo'lmasa ziyon tartqushlarning bo'lib qolasan. Rabbingning azob so'ziga loyiq bo'lgan kishilar hargizmi iymon etmaydi. Ularga barliq mo'jizalar kelgan taqdirdimi alamlik azobni ko'rmaguncha iymon etmaydi. Bu yerda izohat yo'qkan. 219 betki ütümüz 98. ayetden 106. ayetkiçe en ahirki bölekleri iken. Nemi üçün azap kelgende iman etip imanının paydasını kögen bir yurt ahalisi bolmadı. Lekin Yunus'un kavmi iman etkan idi. Biz uladın bu kısqı müddetlik hayatta resva kıladığın azapını kütürvettik. Ve ulağı yeni bir müddet yaşaş imkaniyeti berdik. Eğer Rabbin halis idi, yeryüzü kişilerin hemmisi iman etattı. Ondaqda insanlarını mümin buluşqa sen zorlamsan. Allah'ın ruhsatu bolmasdan hiç kim iman etmaydı. Allah paskanılıqni, aqlini işletmeydiganlarning üstüde vücutqa keltirdi. Aytqin ki qarab beqinglar, osmonlarda ve zeminde nima bor? Ayetlerinin ve agahlandırışlarının iman etmeydiğin kavmiga paydası bo'lmaydi. Ular faqat özlürdün burun ötüp ketkenlerinin beşiğe kelgen küllerinin oqşitınlar kütüp turbatıdı. Aytqin ki kütünlar, men musular bilen birlikte kütküçülerdim men. Andım biz elçilerimizni ve iman etkanlarını kutkuzimiz. Bu bizning vazifemizdir. Biz müminlarni kutkuzimiz. Aytqin ki, ey insanlar, eğer mening dinimden gumanlıgan bolsanglar, bilinglar ki men sizlar Allah'ni qo'yib cho'qinayotgan narsalarga cho'qinmayman, lekin men sizlarni vafot qildirdigan Allohga cho'qinaman. Manga müminlardan bo'lishim emir qilindi. Ve mundaq deyildi. Tavhid diniga yuzlangan hargizmo mushriklardan bo'lmagin. Allah'ni qo'yib sana paydaziyan yetkazolmaydigan narsalarga duo qilmagin. Eğer undaq qilsang cho'qim zolimlardan bo'lib ketsan. Bu yerda 241. izohatni beribdi. Yani Yunus surəsinin 100. ayeti qadrli qarindoshlar, shu qo'ligimizga, yani peshonimizga navs yezib oladigan nayt bilishki deyishik narsa. Buning izohati qarab baqaylik, ustoz Enes olim nima debdi? 241. izohat. Allah Teala bu ayette ve En'am suresinin 125. ayetidir. Yani bu ayet 100. ayeti Allah'ın ruhsatu bulmasından hiç kim iman etmeydi. Allah paskanılıqni, aqlini işletmeydiganlarning üstüde vücutga keltirdi. Aqlini işletmeydiganlar. Allah Teala bu ayette ve En'am suresinin 125. ayetinde özünün tabii bir kanunluq işaret kıldı. O kanun tüvendikiçe. Birinci, Allah Teala özüge üzlüksüz yönelgen kişini hidayet kıldı. Ra'd 27'te Şura 13. İkinci, Allah Teala zalim kavmini hidayet kılmaydı. Bunu okuvalasıyla keyin. Fas kavmini hidayet kılmaydı. Kafir kavmini hidayet kılmaydı. Azgınlık yoluga mangan kişini hidayet kılmaydı. Yalğançını, tuzkurunu hidayet kılmaydı. Haddin aşqıçını, kazzabını hidayet kılmaydı. Bu kanun asasen Allah'a üzlüksüz yönelgen, hakikatki intilgen ve haqni qabul qilgan kişi Allah Teala'nın hidayeti girişidir. Şunun bilen onun dili yuruydu, küzü içilidi, pak bir hayat geçirdi. Onda kılmagan kişi zalim, kafir, fasık, kazzab, azgın, tuzkur, haddidin aşkış qatarlıqlardan biri buludu. Çünkü o Allah'a özlüksüz yönelmegenligi, hakikatki intilmegenligi ve haqni qabul qilmaganligi qatarlıqlar sebebinden tabii halda o yaman sübetlerinin birini özüge özleştirgen buludu. O sıfatlarının her biri bir paskinlik bolganlık üçün onun bu paskinliği künden künge eşip barıdı. Üstü düğünündü ve katma kat bulup getdi. Neticede o paskinliğinin astıda qilip tügüşüdü.
O baştala aqlini ishlatib iman etgan bo'lsa edi, aqlini ishlatib iman etgan bo'lsa edi, aqlini ishlatganlarga o'xshash pak fitratini saqlab qolgan, shundaqla parlaq istiqboliga erishgan bo'ladi debdi Enes olim ustozimiz. Hamda eng oxirgi 107. ayetidan 109. ayetiga bo'lgan mazmunga keldik. 220. bab Mekke'de nazil bo'lgan Yunus surəsinin. Eğer Allah sana bir ziyan yetkizse, onu yana Allah'tan başka götürüp ötüdüğün hiç kim yok. Eğer Allah sana bir yaxşılık irade kılsa, onun pezlerini kaytırıp ötüdüğün hiç kim yok. Allah yaxşılıkını bendilerden xalıgan kişiye yetkizidi. O mağfiret kılgıcıdır, merhamet kılgıcıdır. Aytqin ki, ey insanlar, şübhesiz ki sizlarga Rabbinglardan haq keldi. Kim to'g'ri yo'lga kelsa, foydasi faqat o'zigila bo'ladi. Kim ezib ketsa, ziyni faqat o'zigila bo'ladi. Men sizlarning ustinglarda vakil emasman. Sen o'zingga vahiy qilingan Qur'onga ergashgin ve Allah hüküm chiqargucha sabr qilgin. O hüküm chiqarguchilarning en yaxshisidir. Tügüdey qadirli qarindoshlar. 109. ayet. Sen özüngü vahiy qilingan Qur'onga ergashgin ve Allah hüküm chiqargucha sabr qilgin. O hüküm chiqarguchilarning en yaxshisidir deydi qadirli qarindoshlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nimaga ergashibdikan? Qur'oni Kerimga ergashgan qadirli qarindoshlar. Anda olsa bugünkü 23. Kur'an halkımız Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi de müşahici olsun. İnşallah 24. halkımızda Hud suresi Mekke'de nazil olan 123 ayetini birlikte öğünüp ütümüz. Hemenlerin ruzusunu Allah kabul kılsın. Ramazan iyi, Kur'an iyidir. Kur'an'ın manisi bilen işkıyın, taşkıyın bulap üteşke Allah nisp kılsın. Hayatımızdaki en güzel Ramazan Kur'an bilen özsün, onun manasını anlap, düşünüp, texmi yaxşı emel kılış için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Allah'ın özüge amanet bulanlar.